Assalomu alaykum aziz ustozlar. Kanalimizda so'rovnoma e'lon qilgandim. Ya'ni so'rovnoma 4 ta teoremani aytgandim. O'sha teoremalarni qo'llanishi bo'yicha, ya'ni qo'llash bo'yicha video dars qilaylikmi degan ma'noda so'rovnoma o'tkazgandim. So'rovnoma natijasi bo'yicha video dars qilishga qaror qildim. Ya'ni o'sha Mendeleyev va teoremalarini qo'llash bo'yicha masalalarda kelgan paytda buni qo'llash bo'yicha o'zimni tajribalarimni Alloh qodir qilganicha bo'lishmoqchiman siz bilan. Demak, birinchi teoremaga o'tamiz. Birinchi Mendeleyev teoremasi va uning isboti. Bu yerda teoremani isboti keltirilgan. Teoremani matniga qaraydigan bo'lsak, ABC uchburchakning tomonlarini o'z ichiga oluvchi AB, BC va AC to'g'ri chiziqlarida mos ravishda MNK nuqtalar berilgan bo'lsin. MNK nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi. Agar mana shunday nisbat 3 ta nisbatning ko'paytmasi 1 ga teng bo'lsa deyilgan. Endi buni chizmada o'zimiz, ya'ni bu teorema shartida emas, o'zimizcha tushuntiradigan bo'lsak, buni boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, uchburchakning tomonlarini, ya'ni ikkita tomonini bitta to'g'ri chiziq kesib o'tadi va u albatta uchinchi tomonning davomi bilan qandaydir nuqtada kesishi kerak, ya'ni parallel bo'lib qolishi kerak emas. Mana shunday vaqtda uchburchakning tomonlarida kesmalar paydo bo'ladi, ya'ni bo'laklari. Mana shu bo'laklarni nisbatlarni ko'paytmasi 1 ga teng bo'lar ekan. Shu nisbatlar haqidagi teorema ekan bu. Ya'ni mana bu yerda chizmada ko'rsatilgan uchburchak, demak ABC uchburchak, uning AB va BC tomonlarini mana bu qizil rangli L to'g'ri chiziq kesib o'tgan paytda mana shu nuqtalar mana berilgan. AC tomonining davomi esa K nuqtada kesishgan. Keyin nisbatlarni qanday olish ko'rsatilgan. Demak, uchburchakning ixtiyoriy bitta uchidan start olishimiz mumkin. Bu yerda mana start ko'rsatilgan, bu yerdan boshlangan. Bu ixtiyoriy uchidan boshlashimiz mumkin. Faqat mana A'dan yoki biron bir boshlash joyi bormi deb savol berishingiz mumkin. Yo'q, boshlash joyi ixtiyoriy. Faqat mana shu nisbatlarni olish kerak. Endi bu yerda qarang. Nisbatni olgan payt mana A3 dan boshladik. A'dan M'gacha, ya'ni M nuqta o'sha A bu tomonda L to'g'ri chiziq bilan kesishgan nuqta edi. O'sha B3 ga, ya'ni uchburchakning keyingi uchiga borish uchun albatta o'sha L to'g'ri chiziq kesgan nuqta orqali o'tishimiz kerak. O'shaning uchun bu nuqtaga boramiz va u nuqtadan chiqib B3 ga boramiz. Endi ikkinchi tomonda, ya'ni BC tomonda ham xuddi shunday. B3 dan C3 ga borishimiz uchun o'sha BC tomonda kesishgan nuqta orqali o'tishimiz kerak. BN va NC. Mana nisbatni oldik, ikkinchi nisbat. Endi uchinchi nisbatda mana C nuqtada turibmiz. C nuqtadan to'g'ridan to'g'ri A nuqtaga ketmaymiz. Ya'ni bundan oldingi ikkita tomonda, ya'ni AB va BC tomonlarida albatta o'sha L to'g'ri chiziqning uchburchakning tomonlarini kesgan nuqtalar orqali o'tganimiz uchun uchinchi tomonda ham xuddi shunday ish qilishimiz kerak. Ya'ni mana bu K nuqtaga borib, C3 dan K ga borib, undan keyin K dan A ga qaytishimiz kerak. Har doim mana shu narsani qilishimiz kerak. Ya'ni C dan to'g'ri A ga borib qo'ysak bo'lmaydi. C dan mana K ga kelib, undan keyin A ga borishimiz kerak. Va o'sha uchala nisbatni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, javobi 1 chiqar ekan. Bu yerda uni isboti keltirilgan. Endi masalalarda ko'rsak, demak bunga doir masala ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Xo'p, mana uchburchak bu yerda berilgan. Endi bu yerda qarang, uchburchak biroz murakkabroq shakl qilib berilgan. Qaysi bir uchburchakni olamiz? Bu yerda mana bitta, ikkita uchburchak bor. Mana yuqorida kichkina uchburchak, bu yerda ham bor. Qaysi bir uchburchakni olamiz, qaysini to'g'ri chiziq deb olamiz? Mana shu joyda muammo bo'lishi mumkin, ya'ni qo'llash bo'yicha. Qarang, e'tibor qilamiz. Mana bu teoremaga yana qaytyapman. Teoremada uchburchakning tomonlarini kesgan to'g'ri chiziq
mana qizil to'g'ri chiziq. O'sha qizil to'g'ri chiziqning bo'laklari bor, mana uchburchakning ichidagi MK, MN va NK bo'laklari nisbatda ishtirok etyaptimi? NK, MN albatta yo'q. Demakki, o'sha chiziqning bo'laklarini bizga ahamiyati yo'q ekan, unga qarashimiz kerak emas. Shundan kelib chiqqan holda bu yerda hozir qaysini olishimiz kerak? Qarang, hozir mana bu yerda ikkita uchburchak ko'ryapmiz. Xo'p, mana bu uchburchakni oladigan bo'lsak, mana shu uchburchakni mana bu SY to'g'ri chiziq kesyapti deb qarashimiz kerakmi? Yoki mana bu uchburchakni AD to'g'ri chiziq kesyapti, o'shanday qarashimiz kerakmi? Qaysi birisini qarashimiz kerak? O'shanda ikkilanish paydo bo'ladi odamda. Xo'p, qarang, kesayotgan chiziqimizning uzunliklarini mana bu yerda berilmagan va u nisbatda ishtirok etmaganligi uchun masala shartida, demak, AD to'g'ri chiziqimizni mana uzunliklar bo'laklari borki, mana bu yerda kesishga, o'sha haqida ma'lumot yo'q bizda. Demakki, biz shu to'g'ri chiziqni boyagi qizil to'g'ri chiziq sifatida qarasak bo'ladi. Mana buni. Mana shu to'g'ri chiziq uchburchakning tomonlarini kesyapti. Ya'ni uchburchak sifatida biz BYS uchburchakni qaraymiz. Demak, uchburchak BYS. Mana shu uchburchak bo'yicha qaraymiz. Startni qaysi nuqtada olishni ahamiyati yo'q dedik. Xo'p, bu yerda mana BD va DSlarning teng ekanligi berilgan. Keling, bularga birorta o'zgaruvchi qo'yib qo'yamiz. Mana A deb qo'ydik. Keling, startni B nuqtadan boshlaymiz. Demak, teoremaga qaraydigan bo'lsak, B dan S uchga borgunimizcha D ga kelib, keyin D dan S ga borishimiz kerak. Mana birinchi nisbatni yozaman. Demak, BD ni, ya'ni A ning A ga nisbati ko'paytirilgan. Endi ikkinchi nisbat. Ikkinchi nisbat S dan Y ga borishimiz kerak. S dan Y ga borish uchun mana S nuqtadan chiqamiz. Mana bu yerga keldik. Ya'ni bu 4, keyingisi X bo'lyapti. 4, keyin X. Mana bu uzunlik. Xo'p, buni ko'paytiramiz. Endi uchinchi, ya'ni biz B nuqtaga qaytishimiz kerak edi. B nuqtaga o'sha BY tomonining davomi bilan qizil chiziq kesishgan nuqtaga borib, undan keyin qaytishimiz kerak edi. Ya'ni mana bu yerda A nuqtaga boramiz, bu 2 ga teng. Keyin esa A nuqtadan B nuqtaga qaytamiz. 2 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 6. Mana shu nisbat 1 ga teng deyilgan edi teoremada. Mana shu yerdan biz X ni aniqlashimiz kerak. Demak, A taqsim A 1 ga teng. Bu yerda 4, 2, ya'ni suratda 8, mahrajda esa 6x. Bundan kelib chiqadiki, 6x 8 ga teng ekan va x 4 taqsim 3 ga teng ekan. Xo'p, keyingi masalani ko'ramiz. Ikkinchi masalada biroz murakkabroq, chunki bu yerda boya biz birinchi masalada qaysi chiziqni uzunliklari haqida ma'lumot berilmagan bo'lsa, o'shani kesuvchi chiziq deb qaraymiz degan edik. Bu yerda endi ikkalasida ham nima berilgan, ma'lumot. Xo'p, bu yerda endi o'shani bittasiga e'tibor bermay turamiz. Bu yerda o'sha biz aytgan teoremani 2 marta qo'llashimiz kerak bo'ladi. Keling, birinchi mana shu uchburchakni AS, ya'ni AD, kechirasizlar, mana AD chiziq kesyapti deb hisoblaymiz. Unda mana bu 10 va x ni bizga keragi yo'q. Bunga qaramaymiz. Mana bu uchburchakimizning tomonlari mana BD va DSlar haqida bizda ma'lumot yo'q.
bularni belgilab qo'yishimiz kerak. Chunki uchburchakning tomonlari bizga kerak. Mana buni A deb belgilab qo'yaylik. Ikkalasi teng. Bu yerni Y, bunisini Z deymiz. Bizga mana bu X va 10 ning keragi yo'q hozircha. O'shalarni yo'q deb hisoblaymiz. Xo'p, boshladik. Demak, B nuqtadan start olamiz. Demak, B nuqtadan D ga keldik. D nuqtadan S ga keldik. Ya'ni Y ning Z ga nisbati ko'paytirilgan. Endi S nuqtadan mana bu nuqtaga keldik. Bu yer 2 ga teng uzunligi, bunisi esa 4 ga teng. Ya'ni 2 ni 4 ga nisbati. Xo'p, endi biz Y nuqtadan, demak, bu yerga yozib qo'yaylik. Dastlab uchburchak BYS ni qaraymiz. Mana bu yerda shuni qarayapmiz. Xo'p, ko'paytiruv. Demak, Y'dan B'ga to'g'ridan to'g'ri ketishimiz kerak emas. O'sha BY tomon yotgan to'g'ri chiziqni o'sha AD to'g'ri chiziq bilan kesishgan nuqtasiga borib qaytishimiz kerak. Ya'ni bu yerdan mana bu A nuqtaga borsak, bu A ga teng. A nuqtadan endi B nuqtaga qaytadigan bo'lsak, bu 2A ga teng. Va ko'paytmasi 1 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, bu birinchi tenglik, ya'ni bu yerdan Y taqsim Z ning nechiga tengligini aniqlashimiz mumkin. A'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 2 ham qisqarib ketgan bo'lsa, bu yerda 4 mana. O'shani 4 ga tengligini bildik. Xo'p, endi Y taqsim Z ni aniqlab oldik. Xo'p, 10 va X lardan foydalanmadik. O'zi biz X ni topishimiz kerak edi. Endi xuddi shu uchburchakda biz chiziq sifatida Y sini olamiz. Endi biz ABD uchburchakni qaraymiz. ABD uchburchakni qaraymiz. ABD. Endi buni boshqacha rangga bo'yayman. ABD uchburchakni. Mana bu uchburchakni qarayapmiz endi. Endi buni chiziqlarni boshqacha rangda chizaman. Endi chiziq juda ko'payib ketadi. Keling, yaxshisi chiziq chizmasdan qaraymiz endi. Ya'ni strelkalarni chizib o'tirmaymiz. ABD uchburchakni YS chiziq kesyapti. Mana shu Y'sini qizil bilan chizib qo'yamiz bo'lmasa. Mana bu kesib o'tyapti deb qaraymiz endi. Ikkinchi holatda. Xo'p, buni ham qizil yozuv bilan, qizil rang bilan yozamiz. Xo'p, startni qayerdan olamiz? Startni ixtiyoriy nimadan olishimiz mumkin edi? Tomonni. Keling, mana shu B dan boshlayveramiz. Startni yana B dan boshlaymiz. Xo'p, B dan biz D gacha emas, B dan S gacha borishimiz kerak. Agar B dan boshlaydigan bo'lsak. Chunki biz aytdik, mana ikkita tomonni kesyapti. Uchinchi tomon, ya'ni BD tomonining davomi bilan S nuqtada kesishyapti. Demak, biz BD tomoni, ya'ni B3 dan D3 ga to'g'ridan to'g'ri bormaymiz. BD tomon bilan qizil chiziq kesishgan nuqtaga borib qaytishimiz kerak. Chunki qolgan ikkita tomonda xuddi shunaqa qilyapmiz. Kesishgan nuqtasiga borib, keyin ikkinchi uchga boryapmiz. Demak, B dan to S ga borishimiz kerak birinchi. B nuqtani start deb oladigan bo'lsak. Xo'p, demak, B dan ketdik mana. B dan S ga keldik. B dan S ga kelsak, Y plus Z bo'lyapti. Y plus Z. Buni endi qaytib D nuqtaga kelishimiz kerak mana. D ga keldik. Buni Z ga nisbati ko'paytirilgan. Ana endi D nuqtadan A ga borishimiz kerak. A ga borish uchun mana bu yerga, ya'ni X uzunlikni 10 ga bo'lamiz. X ni 10 ga bo'lamiz va A dan endi B ga qaytishimiz kerak.
unda y nuqta orqali o'tishimiz kerak. A ni A ga bo'lamiz. Teng 1 bo'lishi kerak. Va bu yerdan biz y ning 4 ta z ga teng ekanligini aniqlagandik. Birinchi qo'llaganimizda y ning o'rniga 4 z qo'yadigan bo'lsak, demak bu 5 z taqsim z ko'paytirilgan x taqsim 10 teng 1. Zlar ham qisqarib ketadigan bo'lsa 5x teng 10 va x teng 2 ekanligini aniqlayapmiz. Mana mini-light teoremasini mana shunday qo'llashimiz kerak bo'ladi. Agar mana bunday ikkita uchburchak ko'rib qolsangiz va mana bunday ikkita kesmaning uzunliklari, ya'ni o'sha ikkita uchburchakda ham kesuvchi to'g'ri chiziq deb olmoqchi bo'lganingizda uzunliklari berilsa, demakki o'ylang, buni 2 marta qo'llashimiz kerak. Bir qo'llashda bu kelib chiqmaydi. Davom etamiz, yana bitta masala ko'ramiz. Xo'p. Navbatdagi uchburchakda, demak, to'rtburchakli uchburchak ekan va bu yerda ham xuddi shu holat, ya'ni uchburchaklar ko'p. Qaysini kesyapti? Qaysi holatda, ya'ni chiziqni qaysi deb olishimiz kerak, kesuvchi chiziqni qaysi uchburchakni tanlashimiz kerak, bir qarashda odam chalg'ib qoladi. Ya'ni buni aniqlash hammaga ham oson bo'lmasligi mumkin. Xo'p, uchburchakning mana ikkita bo'lagining uzunligi bor. Mana buni ham tomon deb oladigan bo'lsak, buni ham ikkita uzunligi bor. Ikkita bo'lagining uzunligi. Xo'p, qarang. BD nimaga teng bizda? BD 10 ga teng. CD esa 6 ga teng. Demak, shu to'rtburchakli uchburchakni qaraydigan bo'lsak, ya'ni mana bu to'rtburchakli uchburchakka qaraydigan bo'lsak, gipotenuzasi 10 ga teng, bitta kateti 6 ga teng. Demak, ikkinchi kateti 8 ga teng bo'lishga majbur. Bundan kelib chiqadiki, BS 8 ga teng. Va bundan ham kelib chiqadiki, mana bu yerdagi, ya'ni buni mana bu yerga yozamiz. Bundan kelib chiqadi, mana bu 3 ga teng ekanligi. BS ning 8 ekanligidan buni aniqladik. Xo'p. Endi boya aytganimizdek, kesuvchi to'g'ri chiziqning bo'laklarini bizga ahamiyati yo'q degandik, ya'ni mana shuni kesuvchi deb olamiz. Uchburchakimizning tomonlarining uzunliklari esa bor. Mana bu yer 6, bu yer x, bunisi demak 10, bunisi 8. Xo'p, uchburchak sifatida boya chizgan uchburchakimizni, ya'ni bo'yagan uchburchakimizni olamiz. Balkim bu rang yaxshi tushmadi. Mana bunga qo'yamiz. Shu uchburchakni qaraymiz. Xo'p, start qaysi nuqta bo'lsin? Keling, S nuqtadan start olamiz. S nuqtadan bunaqasiga ketamiz. Aslida farqi yo'q qaysi tarafga yurishni. Demak, 5 ni nisbatini olishimiz kerak 3 ga ko'paytirib. Ya'ni qaysi uchburchakni olayotganimizni yozib qo'yay. BDS uchburchakni qarayapmiz. BDS. Mana shu uchburchakda. Demak, S dan B ga borib oldik. Endi B dan D ga kelishimiz kerak. B dan D ga kelish uchun mana bu yerga kelamiz va bundan chiqib mana bu yerga kelishimiz kerak. 6 ning 4 ga nisbati ko'paytirilgan. Ana S ga kelib oldik. S dan kechirasizlar, D ga kelib oldik. D dan S ga kelishimiz kerakmi yoki D dan A ga borib undan keyin S gami? Albatta ikkinchi aytganimiz to'g'ri, ya'ni bu yerga A nuqtaga borib undan keyin S nuqtaga kelishimiz kerak. Chunki DS tomonining davomi bilan kesishgan joyga borishimiz kerak. X ni x plus 6 ga nisbat teng bo'lishi kerak 1 ga. Va 5, 6, 30, demak 30x teng bo'lishi kerak. Bu yerda 12 ko'paytirilgan x plus 6. Demak 30x teng 12x plus 72 bo'ladigan bo'lsa, 18x teng 72 va x ning qiymati 4 ekanini aniqladik.
Mana 3 ta masala ko'rdik. Mini-Lie teoremasini qo'llanishiga doir. Yana keyingi teoremalar bor. Keling, uni videoni hajmi katta bo'lib ketmasligi uchun, sizga ko'rish noqulay bo'lmasligi uchun ularni alohida video qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.